Dersimizni damlashtirib so'zlab kelsak, 22 soatlik ders qildik deyman. Hozirgi dersimiz Yunpingda yana bo'lish usulida. Biz o'rindan asosan bekatniki bo'lish usulini ochamiz. Bo'lish usulini ochamiz. Hozir eslash oldida turibdi. Bu bo'lish usuli degan nima desa, bo'lish usuli bekatning, ya'ni shu tinchlik shirkati ta'minlab bergan alohida bir xil iqtidorlari bo'lib, biz bo'lish usulini ochgandan keyin a'zolar o'zining a'zolik nomini bevosita kiyikuga bog'lay oladi. Ya'ni bekatga shu kiyiku orqali kirish maqsadiga yeta oladi degan gap. Undan boshqa har xil izlash zong zong jomu shunday xatgan so'so. Ya'ni shunaqa har xil izlash belgilarini, ya'ni ichki ifodalarini shuni qatalaydi. Undan boshqa munbarga yo'llangan temalarni har qanday vaqtning o'zida o'zining kiyiku boshlig'iga ham berlay oladi yoki yo'l bevosita yo'llayib o'ta oladi. Bundan başqa diskurs munbiri bilan bevosita aloqa o'rnatalaydi urgan bet bilan. Bundan başqa mayu kasbi so'so bevchang, ya'ni chirihbaz izlash mudobiyash qatorliq mushuni eshildi. Bu diskursning shu yangi nashrida qatilgan bir xil iqtidori. Odatda bu iqtidorni echish to'limi muhim ham nurg'un foydali taraflarga ega. Shunga turdashlarning mushuni echishni tavsiya qilamiz. Buni echish uchun biz chuqur ma'lumotni Woyao Kayton degan ma'lumotni tanlaymiz. Tanlab bo'lgandan keyin ma'lumotni tez o'tib ketadi bu. Mushuni besib olsak bo'ldi. Tez o'tib ketmaslik uchun Woyao Kayton deganni besib etib, ya'ni HI deganni bir necha intro basak bo'lsa to'xtatib turish mumkin. Masalan, sinab boqaylik qani ishlamdikin. Mana ulandi. Hozir echilyotidi. Hozir saqlaylar. Demak, bunday desa, sizniki navbatdagi munbiringiz normal ulanmidi? Siz chuqum bekitingizni qayta bir qatim tekshirib ko'ring degan uchurga erishdik. Ya'ni ma'lumotdan jinduan gungji, ya'ni maquraldan foydalanib, mushuni bekitingizni tekshirib beqing. Davotdan bu nima desa, men biz bo'rindan azroq odatda bu dastlabda bunda xatolik chiqmaydi. Biz asosiy bu nimasi bekat nomini to'g'ri ishlatmasligimiz qatorliq ahvollar sababli bu chiqadi. Bundaq bo'lsa biz o'rindan buni o'zgartirib tashlab qo'ysak bo'ldi. Bu yerga asosiy xatolik qaysi desa, mana Dangchan Fuchishijan deydi. Bir yerda xatolik chiqibdi. Masalan, biz o'rindan bekatning usulini ko'rib boqaylik mana. Bekatningki hozir nimasi echilmoqliq. Ya'ni bekatningki bu sups echilmadi degan gap. Biz shu usul orqali bu supsni echib olsak bo'ldi. O'tib ketdi. Mana yuqorqidek bir usul ko'rsatadi. Birinchisi Zhendian URL Chongfu Joso. Ya'ni bekatningki adresi tekrar yo'llanib qolgan. Demak, ilgari mushu nom bilan bir qatim bekatningki bu sups echilgan degan gap. Shuni biz qanday qilamiz? Hujjatni boshliqdan tushiramiz. Tushirib oldik. Tushirgandan keyin buni diskurs qo'shlangan g'ol mundajiga yo'llang deydi. Unda biz bu hujjatni yo'llaylik. Mana shu buloqchan akash degani. Masalan, hozir u o'tadi. Mana bir qo'shlangan joy. BBS mushurunga yo'llaymiz ekan, bu ham shurvaga hujjatni. Mana mush hujjat shu, bizdan PHP hujjat. Yo'llab o'tgandan keyin biz mushurni asli adresini bevosita ijro qilsak bo'ldi. Echildi. Mana hozirgi bekatning adresi mushu. Undan boshqa bekatningki ID nomeri, undan keyin K nomeri, bekatningki Yunpingda oldi. Hammasi bularning o'zi mag'lub bo'la olishimiz biz o'rindan besib buni o'zgarish qilib olsak bo'ldi. Masalan, shu qarasak mana ikki dona nima hozil bo'ldi. Bu yerdan Zendanningki, ya'ni bekatning ID nomeri, K nomeri qatorliqlarni berdi. Masalan, biz o'rindan shu qilib olsak, hozir bekatningki bu supsning uchurlari yanglandi degan gap. Masalan, keyin chiginayli. Endi
qayta betni yığınlap bunu sıpısı qarab baqayla. Bunu sıpısı kirdik. Yani ötüp ketdi. Mana qaraydigan bolsak, bu sıpısı ulaş gözlük echildi. Echilgandan keyin biz ma o'rindan ben hozir chuqur birdan keyin o'chiq bo'lish kerak a. Masalan, bas sürtünü basam bu bevosita bu sıpısı o'linadi. Bu sıpısı o'linadi. Ulab ko'rsatib qo'yay eng yaxshisi. Bo'ldi. Bu yerdan kiyikuga bog'lash, izlash, undan boshqa hambarlash, mayu qator kasblarning hammasini ochmoqchi, cho'rin qilib yotdik. Yechildi. Azra saqlab turayli. Bo'ldi. Mana etish o'ngishliq bo'ldi edi. Endi biz obyektimizni qaytib ketaylik. Fan qo'yib o'tibsan. Mana qaraydigan bo'lsak, yuqori qit'alarning hammasi qitildi. Bularning hammasi echildi degan gap. Endi birinchisinin o'zi kiyikuga bog'lash degan iqtidori shu. Biz o'rinda mana qo'zg'atib o'tgandan keyin boshqa nima qilmaymiz. Masalan, bu timlarni tuysungduluntamoga, ya'ni nimaga yo'llashga bo'lgan, kiyikuga yo'llashga bo'lgan uchurlar degan gap. Masalan, hamma saytlarni to'xtalab qo'yamiz, boshqa tegmasak bo'ldi. Masalan, yozish kerak bo'lsa, mana o'zimizning kiyik nomerini yozib qo'ysak, texmi yaxshi. Yozib bo'lgandan keyin o'rindan cho'rin qilib yotdik. Endi bir mashg'ulot tamomlagandan keyin chuqur biz bunda o'tganda qolib sozlab o'tamiz. Endi betni qayta bir yanglab baqayli. Bet qanday o'zgarish bo'ldi qarab baqayli. Bo'ldi. Turdashlar ma'lum qaranglar. Bu yerda bir xat paydo bo'ldi. Bu nima desa, kiyik numeri bog'lash. Ya'ni azaqa mushu kiyik numeri bog'lash degan xatni bosgandan keyin o'ziniki a'zolik nomini kiyik numeri bog'laydi. Mushuni bosgandan keyin bevosita bekatga ism yozib kirmasmi, kiyik orqali kira oladi. Masalan, kiyik numeri bog'lash deganni besib o'tdim. Men mush o'zimning kiyikusiga bog'lamoqchi buni. Shuni cho'rin qilib o'tdim. Yo'llamdi, adidoq. Masalan, mana uchur gap bo'ldi bunisi. Buloqchan BBS buloqchan.com ulash o'ngishliq bo'ldi deb kiyikuimizga. Bo'ldi. Tanshakni saqladi va to'q. Masalan, endi men chekib qaytib bir kirib baqay bekatga. Izimni o'chirib o'tdim. Endi men o'rindan kirish degan xatni bosdim. Qarab turayli. Mana basmasam mana kiyikuga kirish deb chiqdi. Mush xatni bosdim. Kirish ko'znik echildi. Mana bosdim. Ko'rdik mana siz bekat kirdingiz deb uchirib gap bo'ldi kiyikuimizga. Mana shunday gap. Bevosita ismima kirmayim kirgan bo'ldi. Mana bu diskusiyadagi bo'lib supusining alayda iqtidorlari. Darsimiz shagichi bo'lsin. Xayr xo'sh.